Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz Litecoin va Dogecoin ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Litepeak sayti. Bu sayt orqali biz sarmoyasiz Litecoin kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Ko'rib turganingizdek, sayt interfeysi Trompik saytiga o'xshaydi. Xuddi o'sha adminlar tomonidan ochilgan. Bu sayt ishonchli, bemalol kirib sizlar ham sarmoyasiz Litecoin ishlashingiz mumkin. Demak, saytga kirib pastorga tushib statistikani ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil qo'llanmalar berib qo'ygan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, qancha pul yechib berilgan, qancha odam pul ishlab keladi, shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, bu yerdan payouts bo'limi orqali hozirda pul yechib kelayotgan aktiv odamlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Sana soatlargacha yozib qo'ygan, hammasini status completed holatida $1, $1, $100, $3 har xil summali yechib kelayotgan odamlar bor. Asosiysi bular hammasi sarmoyasiz ishlab kelgan. Demak, pul ishlash uchun biz registratsiyadan o'tishimiz kerak. Uning uchun sign up tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Birinchi qatorga username, ikkinchi qatorga email adres, 3 va 4-chi qatorga bir xil parol, 5-chi qatorga temasdan kapchadan o'tib sign up tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi, bizga glavniy bo'limini ochib beradi. Oldin bilasizlar, Pix saytlarining interfeysi boshqacharoqda, hozir boshqacha qilib qo'yishgan. Balans ko'rinishlarini, bu yerda menyularini chap taraf burchagiga qilib qo'yishgan, oldin tepada bo'lardi. Demak, bularga hozir uncha ahamiyat qaratmaymiz. Agar sizlar yangi registratsiyadan o'tsanglar, birinchi bo'lib Gmail pochtalarni tasdiqlab qo'yinglar, shunda sizlarga bonus faucet bo'limiga 10 ta free spin beradi. Tushgan songa qarab yana sizlar Litecoin kriptovalyutasini sarmoyasiz yutib olishingiz mumkin. Biz har soatda sarmoyasiz kirib pul ishlab bo'ladigan bo'limi bu mana Howley Faucet bo'limi. Bu bo'lim orqali pastroga o'tib har soatda sizlar levelinglarga qarab Litecoin kriptovalyutasini ishlab borishingiz mumkin. Buning uchun kapchadan o'tasizlar, claim tugmasini ustiga bir marta bossanglar success degan yozuv chiqadi va bizning balansimizga pullarni o'tkazib berdi. Endi xuddi shu tariqa rovna 1 soatdan keyin kirib sarmoyasiz biz Litecoin kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Endi sizlarga bo'limlarni ko'rsatib beraman. Keyingi bo'limi Games bo'limi. Bu bo'lim orqali biz har xil o'yinlar o'ynab saytdan ham pul ishlab borishimiz mumkin, ham levelimizni oshirib borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, saytda 0.02 Litecoin оборот qilganimizdan keyin bizani sirazi stone leveldan iron levelga o'tkazib yuboradi. Bu orqali biz har soatda kirib hozirgidan ko'proq summa ishlashimiz mumkin. 250 emas, 500 lita o'sha har soatda kirib sarmoyasiz ishlab borishimiz mumkin. Xuddi shunaqa buning uchun Games bo'limidan o'yinlar o'ynab biz ham level oshiramiz, ham pulli ishlab borsak bo'ladi. Agar bu Games bo'limiga har xil o'yinlarga har xil taktikalar kerak bo'lsa, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda ham sizlarga Trompik saytidan bitta taktika qilib ko'rsatgandim. U videoni ham o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Rulet o'yiniga taktika qilib ko'rsatgandim va mana men bu Sigbo o'yiniga ham qanaqa qilib o'ynash kerakligini o'sha videoda ko'rsatib o'tgandim. Demak, keyingi bo'limi bizda contest bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar konkursda ishtirok etishingiz kerak. Konkursda ishtirok etish uchun saytda aktiv bo'lishingiz kerak. Har soatda kirib o'zingizlarni Howley Faucetlarni olishingiz kerak va Games bo'limida ozgina har kuni оборот qilib borishingiz kerak. Shunda sizlar konkurs g'olibiga aylanasizlar. Hozirda 1 Litecoinning narxi $100 atrofida ketyapti. Demak, keyingi bo'limi bizda depozit bo'limi. Bu bo'lim orqali biz saytga Litecoin sarmoya kiritishimiz mumkin. Sarmoya kiritish shart emas, xohlasanglar saytda sarmoyasiz ham pul ishlasanglar bo'ladi. Sarmoya kiritish faqat Games bo'limiga kerak bo'ladi. Agar qanaqadir taktik va strategiyalar bo'lsa, sarmoya kiritib Games bo'limidan ham pul ishlashingiz mumkin, ham o'zingizlarni levelinglarni oshirib borishingiz mumkin. Keyingisi Wizdraft bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar saytdan sarmoyasiz ishlagan pulinglarni yechishingiz mumkin. Minimalli 0.005 Litecoindan boshlab pullarni yetsak bo'ladi. Komissiyasi ko'rib turganingizdek kopeyka degani. Pul yechish qanaqa bo'ladi? Buning uchun birinchi qatorga Litecoin adresimizni yozib qoldiramiz. Ikkinchi qatordan summani yozib, pastdan kapchadan o'tib Wizdraft tugmasini bossak bo'ldi. 1 soat ichida sayt bizga pullarni 100% to'lab beradi. Aytib o'tganimdek, sayt ishonchli, bemalol kirib sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Bunaqa saytlar pullarni 100% to'lab beradi. Surveys bo'limi orqali biz sarmoyasiz mana kompaniyalardan har xil zadaniyalar olib pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni qanaqadir предложение skachat qilib olish kerak, qanaqadir o'yin skachat qilib olish kerak yoki oпрос tekstlarda ishtirok etib yana sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. Demak, keyingisi affiliate bo'limi. Bu bo'lim orqali saytga do'stlarimizni chaqirib yana pul daromad olsak bo'ladi. Settings bo'limi orqali biz o'zimizni profilimizni nastroyka qilamiz. Kontakt bo'limi orqali adminlar bilan, ya'ni podдержка bilan bog'lanishimiz mumkin. Language bo'limi orqali biz tilni o'zgartirsak bo'ladi. Xohlasanglar o'zbekchaga ham bemalol qo'yib qo'yishingiz mumkin. Saytda o'zbek tili ham bor. Ko'rib turganingizdek, sayt absolyutno oson. Yangi kirganlar ham osongina sarmoyasiz pul ishlashi mumkin. Biz har soatda kirib mana shu Howley Faucet bo'limidan o'zimizni bonusimizni olib borishimiz kerak va Games bo'limidan оборот qilib ham pul ishlab ham levelimizni ko'tarib borishimiz kerak. Sayt xuddi shunaqa kirib ishlashni tavsiya etaman. Endi sizlarga xuddi shunaqa ikkinchi saytimizni ko'rsatib o'tamiz.
Mana bizning ikkinchi saytimiz bu Dogecoin sayti. Bu sayt orqali biz sarmoyasiz Doge kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bunda levelim kattaroq, bronza leveldan silver leveliga o'tishim uchun 1000 ta Dogecoin saytida oborot qilishim kerak. Uje men почти 700 ta Dogecoin saytida oborot qilib qo'yganman. Bunda mana bonus faucet bo'limida 35 ta free spinim bor. Xuddi shunaqa sizlar yangi bo'lsanglar Gmail pochtalarni tasdiqlab qo'ysanglar, bonus faucet bo'limiga sizlarga ham free spin beradi. Bu akkauntni men eski anchadan beri ishlataman va yaxshigina bu saytdan pullar chiqarib olganman. Demak, bonus faucetdagi free spinlar roll tugmasini bosib tushgan songa qarab biz Doge kriptovalyutasini sarmoyasiz ishlashimiz mumkin. Agar bizga 10 ming tushsa, biz 375 Dogecoin ishlashimiz mumkin. Success degan yozuv chiqdi va ko'rib turganingizdek, bizning balansimizga Dogecoinlar sekin-sekin qo'shilib boryapti. Hourly faucet bo'limi orqali biz levelimizga qarab Doge ishlashimiz mumkin. Buning uchun kapchani o'tib claim tugmasini bossak, ko'rib turganingizdek balansimizga pullar qo'shildi. Bunda ham xuddi shunaqa games bo'limiga o'tib biz ham oborot qilib, ham balansdagi pullarni oshirib borsak bo'ladi. Demak, rulet bo'limiga o'tamiz. Hozirlarga o'tgan videoda o'ynab ko'rsatib bergandim. Kelinglar, yana bitta ikkita o'ynab ko'rsatib beraman. Demak, qizilga qo'yamiz. Agar qizil chiqsa, sirazi stop qilsak bo'ladi. 001 qo'ygandik, kelinglar endi 002 emas, 003 qo'yamiz, chunki ketma-ket bizga qizillar berib qolishi mumkin. Hozir ikkita qora berdi. Endi kelinglar, yana biz risk qilamiz. 6 ta emas, 7 ta qo'yamiz. Mana 8 ta qo'yib yubordik va bu yerdan spin tugmasini bosamiz. Yana bizga qizil chiqdi. Endi 001 dan bitta qo'yamiz. Shunda biz yaxshigina dagon qilgan bo'lamiz. Demak, hozir uje bizga qizil chiqib berish kerak degandim, lekin ko'rib turganingizdek bizga qizil chiqmadi. Endi yana bir marta spin tugmasini bosamiz. Balansimiz uje pullar kamayib ketyapti, ko'rib turganingizdek. Bir necha daqiqaning ichida biz uje balansimizni 3 Dogecoinga chiqarib oldik. Endi statistikani qarashinglarni tavsiya etaman. 3-qatorda uncha-munchaga hali chiqmabdi. Kelinglar, 3-qatorga chiqishiga biz dagon qilib ketamiz. Ya'ni bu degani 25 dan balans olinadi. Demak, hali beri bizga chiqmadi. Yana bir marta spin tugmasini bosamiz. Mana 4-chi bo'lar ekan. Bu mana 5-chi uje chiqmashi. Yana bosamiz. Hozir 2 qo'ygan bo'lsak, endi 0.5 Doge qo'yamiz va spin tugmasini bosamiz. Hozir yaqin orada bizga tushib berish kerak. Demak, chiqib bermagan bo'lsa, endi biz 1 Dogecoin qo'yishimiz kerak. Xuddi shu tariqa dagon qilib o'ynab ketsanglar bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek 35 chiqdi va balansimizda 2 Dogecoin bo'ldi. Xuddi shu tariqa sizlar ham o'ynab, ham oborot qilib, ham levelinglarni oshirib borishinglar mumkin. 694 edi, ko'rib turganingizdek 696 bo'ldi. Ham oborotimiz oshdi, ham balansimizda pullar ko'paydi. Bunda ham xohlasanglar mana keyingisi konkurs bo'limi. Konkursda ishtirok etish uchun saytda aksiya bo'lib, games bo'limida ham o'yinlar o'ynab turishinglar kerak. Depozit bo'limi orqali sizlar saytga Dogecoin sarmoya kiritishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, games bo'limiga taktika va strategiyalar bo'lsa, kirib bemalol o'ynab pulinglarni ko'paytirib, yana chiqarib olishinglar uchun bu bo'lim sizlarga qo'yib qo'yilgan. Keyingisi withdraw bo'limi. Bu bo'limdan biz minimalni 10 Dogecoindan boshlab pullarni yetsak bo'ladi. Komissiyasi yarim Dogecoinni tashkil qiladi. Demak, pul yechish uchun birinchi qatorga adres, ikkinchi qatorga summa, kapchani o'tib withdraw tugmasini bossak bo'ldi. Biz yechgan pulni uzog'i 1 soat ichida bizning balansimizga tushib keladi. Demak, qolgan bo'limlarni ko'rsatib o'tishimiz shart emas. Hozir bundan oldingi saytda sizlarga polni tushuntirib berdim. Bu ham xuddi shunaqa sayt, adminlari bitta, bemalol kirib sarmoyasiz pullar ishlashinglarni tavsiya etaman. Ikkala sayt ham ishonchli, ikkala sayt ham bizga pullarni 100% to'lab beradi. Agar sizlarga bu saytlar qiziq bo'lsa, silkasi bizning Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Agar sizlarga bundan ham ko'proq proyektlar qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tez-tez biz ham mana shunaqa proyektlarni video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, hozirda bizning Telegram kanalimizda konkurs ketyapti. Prosta obuna bo'lib qo'yib, sizlar konkurs ishtirokchisiga aylanishinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlayverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.